Alo. Alo. Assalomu alaykum dadasi. Ha, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz? O'zing ham zerikmasdan o'tiribsan? Bolamiz yaxshimi? Ha, tinchlikmi donasi? Ha, menga ozroq pul kerak edi. Kartamga tashlab berasizmi degandim. Yo'q, hali beri oylik tushgani yo'q. Bir ilojini qilmasangiz bo'lmaydi dadasi. Bolaga qarshi olishim kerak. Xo'p, biror kimdan so'rab ko'rib telefon qilaman senga. Xo'p, mayli. Xo'p, mayli. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Haligi menga shu kashani berasiz. Faqat bor pulim shu. Qolganini kechki payt olib chiqib beraman. Yo'q, kechirasiz. Men oddiy ishchiman. Bera olmayman. Men yolg'on gapirmayman. Uyimiz ham shu to'g'ridagi eshik. Iltimos yo'q demang. Xo'jayinim ishdan qaytishi bilan albatta olib chiqib beraman. Yo'q. Sizga tushuntira olmadim shekilli. Men oddiy ishchiman, uzr, bera olmayman. Iltimos, yo'q demang, yozib tura qoling qolganini. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Suhbatlarni eshitib qoldim. Siningizga hisoblaysizda, buni ham qo'shib hisoblab berasiz. Yetmagan yeriga mana pulni qo'shib qo'yasiz siningizga. Ijol to'may singlim. Bolaga ekan u. Ola olmayman, shart emas. O'zim to'layman. Faqat yozib tursangiz bo'ldi. Singlim ijol to'may. Bu har bir insonda bo'ladigan holat, bola uchun ekan duo qilib qo'yasizlar. Rahmat. Bu ehsonni nima yaxshi niyatda qilgan bo'lsangiz, hammasiga erishing. Katta rahmat. Alo dadasi, Ha, onasi. sizga xush xabarim bor. Qanaqa xush xabar? Tushuntirib gapirgin. Necha yillik duolarimiz ijobat bo'lyapti. Biz ham farzandli bo'lamiz. Adashmayapsanmi? Yo'q, adashmadim. Bugun doktorga borgan edim. Yangilik bor deyishdi. Rostdan. Siz ham ota bo'lasiz. Allohga behisob shukr. Niyat qilib onasi derdik. Endi Xudo xolasa haqiqiy onasi bo'lasan ekanda. Allohga shukr. Hozir boraman. Xo'p, tezroq kelib qoling. Ey Alloh, o'zingga shukr Alloh. Ehson mukofotini shunchalik tez berasan deb o'ylamadim. Alloh, o'zingga shukr.